Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Felix. Va o'tgan galgi videoda juda yaxshi aktiv bo'libdi va men top 3 ta telefon uchun Minecraftda Crawl versiyalar ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildim. Sizlar bo'lsa videoga like, kanalga obuna bo'lamiz. Men tezroq 1000 ta obunachiga yetib tashlaymiz. Iltimos bolalar. Unda bizlar videoni boshladik. Mana biz o'zimizga birinchi Minecraftga ham kirib oldik. Minecraft 3D o'yini bolalar o'zlaringiz yuklab o'ynab ko'rsangiz ham bo'ladi. Unda bizlar merza ochib soset qilib o'ynab ko'ramiz. Big City играть. Загрузка мира. Yo, mollarni qaranglar, qanaqa. Jirafami? Qanaqa tuxumlar bor bu yerda? Hozir qaysi bu? Mana. Yo, rostini terraring deydi. Ular nima? Tushunmayapman. Оружие deydi. Mana bu bor ekan, ha. Miltiq bor ekan, granata bor ekan. Yana bitta ham bormi? Bu. Elektronika deyapti. Bular nima o'zi? Yo'q, bu tushunmadim. Bu Minecraft nima bu? Bizlarga orужиеdan mana bu narsani olish kerak. Mana bu narsani olish kerak. O'qni va otib qo'yish kerak. Bu. Kontrol olmuş. Bola bu Minecraft'ga men necha bersam endi. Yo, uylarni qarang. Qaysi bir qatnashigan bu uylarda? Adashmasam bu boya kichkina paytda o'ynaganman bu Minecraftni. Bu yerda bitta samolyot bo'lishi kerak, aeroport bo'lishi kerak. Mana samolyot. Bu samolyot ishlamaydi bolalar. Bizlar bo'lsa keyingi Minecraftga o'tamiz unda bolalar. Minecraftga ham kirdik, ikkinchi Minecraft. Nima bu vertolyotlar? Hardcraft nima? Bu nima o'zi? Player deyapti. Qarang, bu Minecraft chiqmay qoldi, qarang. Chiqadigan boshapim chiqmayapti. Bu, qarang, bu Minecraftlar yo'q. 8 dan 10 beraman. Juda ham yaxshi Minecraft. Ko'pchilik Minecraftda yo'q. Mana bu tunik bor, mashinasi bor. Ko'p narsasi bor. Buni ham o'ynab ko'rganman. Siz ham olib o'ynab ko'ring. Unda bizlar keyingi Minecraftga o'tishni boshlaymiz. Sizlarning 3-Minecraft va oxirgi Minecraft bu Worldcraft 2 o'yini va o'zi tepada rasmini ko'rdingizlar va skin mana bunaqa skinlar bor ekan sizlar. Mana ketdik. Mana. To'g'ri bo'la mana bu nasrlar qilib tashlaymiz. Va mana bu ham shu. Oldinga Worldcraft Minecraftni yo'q. Shu Minecraft va biroq yuradiganda mana bu narsalarni o'ziga tashabdi, o'zlaringiz ko'rib turganingizdek. Va bu Minecraftni necha beramiz desangiz, bu Minecraftning 0.14.3 versiyasi. Bu Minecraftni sizlar telefonda o'ynay berasizlar va bu Minecraftni sizlar planiga yuklab olishingiz mumkin. Ko'rasiz mana. O'zingiz ko'rib turgandek videoga like bosamiz, obuna bo'lamiz va bu Minecraftni o'tmasam ham bo'ladi. Inventor ham shu, hamma narsa shu. Mana hamma narsa shu bo'lyapti. Bu nima kerak bor endi bu qulon qilib kerak emas Minecraftda o'zi bu. Menga chiqar ekan bunaqa Minecraft bu. Telefon eski versiyasini o'ynasak bo'ladimi? Bu original Minecraftni shunday yuklab o'ynasak bo'ladi. Bu qarang, ishonmasin. Hamma blok ko'rsatib chiqaman. Hamma blok
masaga kerakli bo'lgan. Mana bu olmosni blok sashyapti nimaga? Bu slayderda bemalol 60 yoki 120 90 FPS o'ynasangiz ham bo'ladi. Yuklab o'zingiz o'ynab ko'ring hamma Minecraftni. Men esa shu bilan videoni tugataman. Hammangizga omad. Mana iltimos 1000 ta obunachiga yetkazib tashlaymiz. Hammaga xayr.